Davron Abdusalomov milliy uslub muhitini bag'ishlash uchun qaytdi. Assalomu alaykum. Davronbek Abdusalomov X Factor shousiga yana bir bor xush kelibsiz. Ochig'ini aytganda, men sizlarni sog'inib keldim birinchi navbatda. Bittagi jarayonni sog'inib keldim men. Telefon qilsangiz ham ko'rishib Bo'ldi. Necha yil kirasiz srazu aytingda X Factorga? Rad etmasanglar kelaveraman. Вообще lekin bunaqasi bo'lmagan. Rahmat. Nima aytasiz? Yig'la tur qo'shig'ini aytaman. Давайте. Qiynadim ishqmani tun kechalar zor yig'latib ayta olmayman netay ham nomusu or yig'latib Ibrohim akam, Nima deyman? Nima deyishim mumkin? fikringizni ayting shu ashlan to'g'risida. Davron Abdusalomovni men jamoamda olib qolganman, to'g'ridan-to'g'ri efirlargacha borgan. Sizni jamoangizda bo'lganlar. Ha, men jamoamda bo'lgan. Bo'ldi, unda hozir siz голосованияda chiqib ketasiz. Biz uchalamiz голосовать qilamiz. Ko'pchilik fikriga qo'shilaman, xo'p. Men sizga ha deyman. Rahmat. Aytasizmi? Siz ayting. Men oxirida aytmoqchiman. Oxirida aytasizmi? Rostdan? Men ham sizga ha deyman. Rahmat kattakon. X Factorga xush kelibsiz. Men siz bilan keyingi bosqichda gaplashaman. Rahmat kattakon.